Tinchlikmi jigar? Jigaring ichingda bo'ladi. Men biroz taniman. Sen meni tanimayapsan shekilli, o'zing uchun deb surishtirib oling. Mani Qodir yaponskiy deyishadi. O'zbekchasiga yapon tovuq. Sen menga umuman panetga berma, panetga joyida bo'laman. Tushundingmi? Senga o'xshagan ko'pini ko'rganman, dalsh ko'raman. Bir deganda shahardan yo'qib qo'yaman. Ko'p gapirma, asab ketaymi yoki hayda qorin och, kafega hayda. Amma aka lishni gapirmadim sizga. Sen nima menga lishni gapira olmaysan lishni? Sendan zo'ri ham lishni gapira olmayman. Tushundingmi? Men senga aytdim, bir deganda yo'qib qo'yaman shaharda. Qaytib taksovat qila olmaysan. Mani Qodir yaponskiy deyishadi. Yapon tovuq surishtirib oling. Первый klichkam bundan. Hayda ko'p gapirma uka. Hop aka, hop. Lekin meni so'rab surishtirib olgin-a. Kim bo'lasan ekan? Men Arslan Moskovskiy deydi meni. Meni o'zbekchalab Boss deydi. O'ruschalab Arslan Moskovskiy deydi. Senga emas, menga panetga berish bo'ptimi? Meni panetga o'tayam joyida. Senga o'xshagan ko'pini ko'rganman, darsh ko'raman. Sen kelsa-ke meni surishtirib olasan, bo'ptimi? Bir kunda Moskvadan chiqarib olaman sen. Nada bu? Вообще eslashni qilmayman. Meni manzilga tasha, qondim bosh kafega tasha. Yur aytsam, haydi. Yo, hozir aka men lishni gapirmadim sizga. Yo'q, lishni menga gapira olmaysan. Men lishni gapirasan. Sendan kattasini gapira olmaydi menga lishni. Yo, tushundim aka. Просто mashina chekmang demoqchi. Men liboyerda chekaman. Shu yerda привычка men. Senga emas menga so'rayapsiz. Men yana aytyapman senga. Bir kun yo'qib qolaman Moskvada. O'sha yerdaman. Taksichilik qila olmaysan, 100 gapimga javob beraman. Arslan Moskovskiy. Первый кличка, второй кличка Boss deydi. Liboydan so'raysan. Yana kimligin. Просто sen birinchi ko'rishlikka yangi ekansan. Jon yo'lingni ol, bo'ptimi? Menga unaqa eslatma. Mash chekinadi bo'ladi bolam. Ha? O, baraka toping. Baraka toping. Xo'p, qancha bo'pti bizning xizmatimiz? 52 ming bo'pti, 50 ming bering siz mayli. Yashing, umringizdan baraka toping. Endi bolam dil ketdi-da, hammaga ham emas lekin. Pulni o'rniga chiroyli duo qilib qo'ysam-da, keyin oramiz ochiq. Nima dedingiz shunga? Pul beraymi yo chiroyli bitta duo qilib qo'yam bolam? Birinchi pulni berib keyin duo qilsangiz ham bo'ladi. Hech qachon pulga ko'ngil qo'ymang. Oxirati yomon bo'ladi. O'shanga ora-orada duo ham olib turish kerak-da. Men hammaga ham emas, dir ketgani uchun aytyapman. Men duo qilgan odamlarni eng yomoni ham biznesmen bo'lib, Mercedeslarda oxirgi chiqqan mashinalarda yurishdi. O'sha men qilgan o'sha duolarni oqibatida. O'sha qatori siz ham bitta chiroyli duo qilib qo'ysanda, keyin yo'llarimiz ayro sekin ketaveramiz-a. Qani? Mashinalaringiz tagidan shabadalar o'tib tursin. Hech qachon yo'llaringiz bexatar bo'lib, ota-onalaringizni baxtiga sog'-salomat bo'lib, bundan-da yaxshi mashinalarda olib maza qilib yuravering. Allohu akbar. Ana, bu yog'i yaxshi bo'ldi. Mayli, bizga ruxsat, sog' bo'ling. Aka hazillashyapsiz o'ylabman, xizmatchi. Hozir hazillashadigan davr emas bolam. 50 mingga olib kelib qo'ygan bo'lsangiz, men 100 minglik duo qildim. 50 ming qarzdasiz o'zi. Mayli, unisiga roziman, siz ham rozi bo'lib qo'yavering. Pul kerak bo'lsa puli bor. Pulasi duo qilgim keldi siz. Bolam rozi bo'lib qo'yavering-a? Mayli. Bo'ldi, mana yashang. Yashang, kam bo'lmang. Mana, juda yaxshi yetib keldik, rahmat. Sog' bo'ling o'g'lim. Kam bo'lmang. Endi o'g'lim, bizning xizmatimiz qancha bo'ldi? Kam bo'lmang. Endi o'g'lim, bizning xizmatimiz qancha bo'ldi? To'g'ri